Ko'plab o'zbeklarning jasadlari vatanga qaytarildi. Afsuski, ularning oila a'zolariga barchasiga chuqur hamdardlik bildiramiz. Assalomu alaykum. Tezkor hamda muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Tataristonda dronlar hujumi oqibatida halok bo'lgan 8 nafar fuqaro jasadi O'zbekistonga olib kelindi. Bu haqda 12 avgust kuni Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. 10 avgust kuni Tataristondagi Nijnekamsk shahrida joylashgan qator obyektlarga dronlar orqali hujum sodir bo'lgandi. Hodisa oqibatida Nijnekamsk shahridagi qurilish korxonasida ishlagan 8 nafar O'zbekiston fuqarosi halok bo'lgan. Bir qator fuqarolar esa turli darajada tan jarohatlari bilan shifoxonalarga joylashtirilgan. O'zbekiston Prezidenti topshirig'iga muvofiq tashkil etilgan hukumat komissiyasi doirasida Tashqi ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Migratsiya agentligi va boshqa mas'ul idoralar tomonidan halok bo'lgan fuqarolarning jasadlarini vatanga olib kelish, jabrlanganlarga zarur yordam ko'rsatish hamda ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tegishli choralar ko'rildi. Jumladan, O'zbekiston fuqarolariga zarur yordam ko'rsatish maqsadida O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Botirjon Asadov hamda O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsuli Nodirjon Qosimov zudlik bilan voqea joyiga borib, mahalliy mas'ul idoralar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Natijada 12 avgust kuni maxsus aviareys orqali halok bo'lgan fuqarolarning jasadlari O'zbekistonga olib kelinishi ta'minlandi. Tashqi ishlar vazirligi xabarida ta'kidlanishicha, mazkur holat bilan bog'liq barcha masalalar, jumladan jabrlangan fuqarolarga zarur yordam ko'rsatish ishlari Rossiya tomoni bilan hamkorlikda nazoratga olingan. Qurbonlar orasida Tojikiston fuqarosi ham bor. Tatariston rahbari Rustam Minnixanov O'zbekiston va Tojikiston prezidentlariga dron hujumlari oqibatida halok bo'lgan fuqarolar uchun hamdardlik bildirdi, deyilgan xabarda.